Nilufar opa, men nimagadir yo'q deya olmayman. Odamlarga yo'q deya olmayman. Har doim yordam bergim keladi. Qutqaruvchi pozitsiyasida bo'lib qolgandek his qilaman o'zimni, lekin qiynalib ketaman shu narsani deb. O'zim har xil o'zim ustimda rivojlanish uchun har xil kurslarda o'qiyman, rivojlanishga harakat qilaman, tushunishga harakat qilaman, o'zim ustimda ishlashga harakat qilaman. Lekin insonlar, masalan, o'zimdan sotib olishiga sota olmayman. Ularga taklif qila olmayman yoki o'sha pulini ola olmayman. Pulini olsam qanaqadir qiynalib qoladi deb o'ylaymanmi? Oson beraman, lekin qadri bo'lmayotganini his qilaman, bundan ham qiynalaman. Ularga yordam bergis kelaveradi. Ularga yordam bergim keladi. Lekin o'sha yordam berayotgan holatda, vaziyatda o'zingiz nimani yana his qilyapsiz? Xo'p, yordam berdingiz. Yengillikni his qilaman, lekin ma'lum bir darajagacha kelgandan keyin u bilimlarni, masalan, siz ham mehnat qilib topgansiz, kursga aylantirgansiz, uni sotuv joyi keladi-ku, ana o'sha joyda sota olmayman. Qiynalib qoladi deb o'ylaymanmi, og'irlik qiladi deb o'ylaymanmi, lekin ishonsangiz o'zim masalan $300 boshlab $3000 kurslarni o'qib chiqqanman. Masalan, eng qimmat kursim $3000 olib o'qiganman. O'sha pullarni oson beramanmi? Lekin odamlar menga nimagadir oson bermaydi. Hayron bo'laman. Qabul qila olmaysiz. Qabul qila olmayman. Siz hammaga berasiz, o'zingizdagi e'tiboringizni, mehringizni, bilimingizni ulashasiz, lekin siz qabul qila olmaysiz. Shunaqa. Keyin qadrsizdek his qilaman-da, g'alati bo'lib qolaman. O'zingizga faqat pul tomonlama, pul to'lab bilim olishingiz kerakmi? Boshqa tomonlama pul kirsa sizga nima bo'ladi? Nimani his qilasiz? Maza qilaman, конечно. Lekin u siz xohlagandaqa emas hozir natija. Yo'q, natijalar bor. Qanaqadir mana o'zi borgan sari kattalashyapti-yu patok. Mana kattalashyapti, kattaroq o'quvchilar, ko'proq o'quvchilar kelyapti-yu, ana ular bilan bo'layotgan muloqotda o'zi gaplashasiz, ular qanaqadir qiynalyapman-de, unaqa qilyapman-de, hozir pulim yo'q-de, tekinga bering degan joyda nima deyishni bilmayman. Chunki aynan shu energiya shu tekinga bering deyshadi. Keyin aytaman, masalan, men sizga maslahat berishim mumkin. Masalan, kursni sotib olishingizga yo'l yo'ruv ham ko'rsatishim mumkin, harakat qiling deb, lekin men sizga butunlay tekin berib bera olmayman, chunki u narsani qadri bo'lmasligini bilaman deyman. Sabab bor-da bunga yarasha. Masalan, men 10 yil davlat korxonasida tekinga ishladim, aholi uchun xizmat qildim. Qadrim bo'lmadi, u joydan ketdim. Chunki shunga yarasha bo'lib qoldi-da vaziyatlar. Keyin men yana uyda o'tirgan ayollarning rivojlanishiga hissa qo'shaman, farzandini davolashiga hissa qo'shaman deb 3 yil yana tekinga ishladim-da. Bu paytda ham qadrsizlik. Endi o'sha narsa qaytarilmasligi uchun shaxsiy chegaramni qo'ymoqchi bo'laman, lekin odamlar meni qanaqadir yomon ko'rayotgandek tuyuladi. Negativ energiya berishayotgandek tuyuladi menga. Yoqmaydi-da, tushunasizmi? Bu sizni hozirgi holat. Siz doim umringiz mobaynida, demak, berib, insonlarga berib, ularni qutqarib kelgansiz. Endi mana bu siz bo'lsangiz, sizni shaxsiy chegarangiz yo'q, ya'ni qanaqasiga yo'q bor, qisman. Siz berasiz, hamma xursand bo'lsin deysiz, atrofdagilar, lekin siz o'zingiz xursandmisiz? Yo'q-da. Yo'q deya olmoqchi bo'laman, lekin shu masalan, men berdim deb minnat ham qilmayman. Masalan, men senga tekinga shuncha o'rganganlarimni berib qo'ydim, osongina o'rgatib qo'ydim demayman. Lekin o'sha narsani qadriga yetishmaydi-da, tushunasizmi? Demak, qarang, biz men o'shani berib xursand bo'lmoqchi bo'laman, lekin ular unaqa atvet qilishmaydi-da. Qarang, sizda shu narsa borki, mana ichingizdan o'zi yonyapsiz. Beryapman, qachon olaman? Men sizni savolingizga, bitta savolingizga javob berishni xohlasam, Yana savol. Savolingiz ko'p-da ichingizda. Savol ko'p, beryapsiz, yana beryapsiz. Savolni ham berib tashlayapsiz. Xuddi shunaqa bilimni ham berib tashlayapsiz, to'g'rimi? Biroz kutish, eshitish, kuzatish degan narsa bor. Siz atrofdagilarga ko'p ham e'tibor bermayapsiz. U degani o'zingizga, meningizga ham e'tibor bermayapsiz. Shaxsiy chegara qo'ymaganligingiz sabab sizda boshqa odamlar, mana atrofdagilar doim bizda tanlov bor. Masalan, bironta bir masalangizni olaylik, masala. Shu masalangizni hal qilish uchun sizda birinchi va ikkinchi yo'l bor. Aytaylik, $3000 sarf qildingiz va siz daromad olishingiz kerak. Qancha daromad oldingiz $3000 sarflab? Hali daromad olmadim. 0 qiymatda, mana 3000 va 0 qiymatda daromad oldingiz. Hissiyotlar qanaqa bo'lyapti? O'zingizda. Nima deysiz? 3000 sarfladingiz va 0 natijaga chiqdingiz. Hozirgi mahallada nimani his qildingiz? Hali yo'l bor, o'sha narsaga chiqaman degan anaqa bor.
maqsad bor. Sizga isbotlayapsizmi? Faqat pullaga o'qisa zo'r bo'ladi degan ongosingizda ma'lumot bormi? Shunaqa dastur joylaganmisiz? Faqat pulga o'qisam zo'r bo'laman, lekin hali men pul olishga noloyiqman. Yo'q, unaqa dastur yo'q mani miyamda. Уже borligi, misol uchun siz yo'q deyapsiz, ongimiz bor, ongosimiz borda. Mana hozirgi emotsiyangiz menda yo'q unaqa dastur. Уже bu narsa aytyaptiki, aqlingiz ishonmayapti, lekin ongosti aytyapti, ha bor. Ichki olam, tashqi olam borda. Qalbingiz xotirjam emas, meningiz xotirjam emas, qalbingiz xafa. Ha, men xafa, men Ichingizdagi xafa. qizaloq xafa, 3000 sarflab qo'yibman, nega hech narsa Yo'q, pul uchun emas bu narsa. Keling, biz hamma narsani oldi berdi qonun qoidasi bor. Biz so'raymiz Allohdan, masalalarimizga yechim, muammoda masalaga aylantiramiz va yechimi bor. To'g'rimi? Har bitta masalaning yechimi bor. Siz bilan biz hozir bu yerda bekorga uchrashib turmayapmiz. Siz Allohdan so'ragan edingiz va Alloh siz bilan meni sizni shunday qilib uchrashtirib qo'ydi. Endi shu holatingizga, vaziyatingizga shunaqa osongina yechim Alloh beryapti. Endi qabul qilish yoki qabul qilmaslik, ya'ni birinchi o'zingizni qabul qilish, vaziyatni, sizga kelgan ustozlarni qabul qilish o'zingizga. Tanlov o'zingizda. Mana birinchi variant, ikkinchi variant. Har bir holatga biz masala deb qaraymizda. Sizga hozirgi mahalla, misol uchun mendan oladigan yechimlaringizga yechim topadigan bo'lsak, yo'llarga borib ko'ramiz. Xo'p, bitta holat. Agar mendan olgan konsultatsiyangiz orqali, anglashingiz orqali siz birinchi o'zgarmasangiz, shunda oldin qanday ketayotgan bo'lsangiz, o'sha yo'ldan borsangiz, nimalarni his qilasiz? Bu yerga hissiyotlarni yozamiz. Nimani his qilasiz? Oldin men bilan uchrashguncha qanaqa ketayotgan bo'lsangiz, hammaga yordam beraverasiz. Sizga siz kutgan pullarni ham hattoki hali berishmadi. Nimani his qildingiz? Sizdagi hissiyot Mendagi hissiyot. nimani his qildingiz? Siz atrofingizdagi odamlarga tekinga beryapsiz bilimlaringizni. Sizga beramiz qachondir. Quruq va'dalar beramiz. Siz o'qitib, aytma hech kimga. Biz qachondir beramiz. Nima hissiyot? Yana hissiyotlaringiz bo'lishing. Qanaqadir aldangandaymi? Aldangan, xo'p. Yana qanaqa hissiyot? O'sha boya aytganlari, sen menga bermovding, mana shuni baribir ham topdim. Men bunaqa bo'ladi degan narsa bo'ldi mana. O'sha narsani chusvit qildim men, o'zimni tanamni his qildim o'sha narsani. Sen menga bermovding, lekin men baribir topdim, qo'ymadim. Mana men bunaqa bo'ladi degandek qanaqadir ko'rsatib qo'yish. Isbotlanish? Sezdim o'sha narsani, o'sha mahali sezdim. Isbotlanish hissiyoti, to'g'rimi? Bu yoqimsizmi sizga? Bumi? Ikkalasi ham yoqimsiz. Yoqimsiz, xo'p. Yana bitta uchinchi hissiyotni ham ayting. Agar siz o'qitdingiz, atrofingizdagi o'sha bilim olmoqchi bo'lgan, balkim statusga ega bo'lgan insonlar ham sizdan bilim olmoqchi bo'ladi. Ularga bilimingizni beryapsiz, hech kimga aytmayapsiz. Ular bilim olayotganini. Oxir-oqibat 1 oy, 2 oy o'tdi. Qanaqa yana hissiyot? Sizga ular pul bermadi hali, aytaylik. Uni bergan bo'lishi ham mumkin. Kelishuvdan pastroq, конечно, berishi mumkin. Nimani his qilasiz? Hali lekin olmadingiz. 1 oy orqada qolib ketgandek his qilamanmi o'zimni? Xo'p, orqada qolib ketgandan keyin alammi? Alam bormi? Foydalanilgandek. O'sha foydalanilgandek his qilamanmi o'zim? Alamzada bormi? Alamzadalikmi? Qarang, 3 ta siz bilan hissiyotni aniqladik. Eng oxiri chiqyapti-da, mana bu alam. Alam qiladi odamga. Alam qiladi. Bilimingizni berasiz, bosib o'tib ketib, men zo'r edim, o'zi sen nima berding? Bo'ladimi, yo'qmi? Chunki bo'ladi. Aytma meni hech kimga senda o'qiyotganimni. Bu menga to'g'ri kelmaydi. Bu uni zashitasi. Uni meni aytyapti. Bilmasin hech kim senda o'qiyotganim. Siz nima deyapsiz? Yo'q deyishni bilmaysiz, o'rganib qo'ygansiz. Xo'p bo'ladi. San uchun minus bu to'ppa-to'g'ri. Xo'p bo'ladi deyapsiz. Siz uchun minus bo'lmasin. Xo'p bo'ladi. Qutqarasiz, uni qutqaryapsiz. O'zingizni qutqaryapsiz. Ichingizdan yonasiz. Alamzadalik, aldangan, isbotlash, o'zingizni ketyapti. O'zim isbotlayapman zato deyapsiz. Ichingizda alam yonyapti. Birinchi yo'l. Endi ikkinchi yo'l, hozirgi bugungi suhbatimiz jarayonidan siz ikkinchi yo'lni tanlasangiz va shaxsiy chegarangizni mustahkamlab, sizni qalbingizga, ongingizga kim kirishi mumkin, kim kirishi mumkin emas, kimga nima deyish kerak, kimga yo'liga yurasiz, kimga yo'liga yurmaysiz, tanlov qilishni o'zingiz o'rganib olsangiz, o'zingizni qadrlantirib, o'zingizni qadringizni oshirib, bor ilmingizni o'sha o'qigan pullaringizga sotishni boshlasangiz, mayli boshlanishiga 3000 qilmang, $300 dan soting deylik.
10 ta o'quvchini $300 olsangiz shu 3000 chiqadi. Faqat sifralar o'zgarib qoladi xolos. 10 tani 300 ga ko'paytirasiz, to'g'rimi? Aha. Bu itoga baribir shu 3000 chiqdimi? Aha. Siz bittani aytmasdan o'qitganingiz yaxshimi yoki aytaylik bu yoki aytib o'sha farqisi yo'q. Chegarani qo'yib, shartingizni qo'yib, o'sha sizda o'qimoqchi bo'lganlarga o'qityapsiz. Ular sizga pul to'lashni boshladi va haqiqatan siz o'zingiz o'qitayotganingizni video qilib ommaga ko'rsatishni boshladingiz. Endi hissiyotlar qanaqa? Faxrlanish. Xo'p, faxr. Yana Faxrlanish. Ular ham rozi ko'rinyapti ko'zimga. ular rozi. Ular ham rozi ko'rinyapti. Chunki nimaga ular rozi bilasiz? Arzon puliga katta qiymat olgani uchun. Nimaga ular rozi bilasizmi? Men ularni so'ramayapman hozir sizga. Sizni so'rayapman. Yana ketyapsiz. Ular rozi. Sizchi, siz rozimisiz? Qachon ular rozi bo'ladi bilasizmi? Qachonki siz rozi bo'lsiz. Ha. Aha. O'zingizni yana qo'ymayapsiz-da. Mana o'zim qolib ketyapman. O'zingizga yana shaxsiy chegara. Faqat ular rozi bo'lish kerak. Yo'q, hozir men bu summadan kelib chiqib, masalan, 3000 qiymatli narsani 300 ga olganiga ular xursand ko'rindi, chunki qiymati bor-ku, 10 baravar hozirda. Bittaga qarang, siz shu pulni hozir o'zingizning qo'lingizda borligini his qila oldingizmi shu formuladan? Ha. Ana sizning hissiyotingiz, siz rozimi? Ha. Ya'ni men rozi. Men rozi. O'sha ular rozini men roziga almashtirishim kerak ekan. Birinchi doim men rozi. Oldin menga yoqadimi yo'qmi? Men xursand bo'lamanmi shundan yoki yo'qmi? Qizalog'ingiz ichingizdagi qizalog'ingiz xursandmi, xafami? Shuni aniqlab olishingiz kerak-da. Yo'q, men ichimdagi bolacha, Qizaloq. ichimdagi qizaloq shu paytgacha lekin isbotlash anaqasida bo'ldi. Bu yoqda. Ha, chunki juda ko'p urildi-da. Uriladi, qoqiladi, yiqiladi, lekin vaqt so'qib kelganda keyin o'sha narsa hech kim anaqa qilmadi-da, to'g'ri yo'l ko'rsatadi, o'zini yo'liga foydalanadi. Keyin men o'rgataman, mana shuncha pul turadi, xo'p yugurib boraman, yig'aman, qiynalaman, dajichi hamma narsa qilib bo'lsa ham shu pulini topib olib boraman-da. Lekin o'sha narsa yo'q. O'sha narsa yo'q, tushunasizmi? Albatta yo'q. Ha? Berasiz, olmaysiz. Berasiz, Beraman, olmayman, beraman, olmayman. Olishni o'rganamiz siz bilan. Sizga yopilib qolgansiz, olishga. Olsam bu gunoh. Men olsam yo'q, gunoh emas, men loyiqman, voy. Ha, endi anglayapsiz. Mana bu pozitsiyadan keyin men loyiqman deyman. Masalan, lekin ular qiynalib qoladi. Mana bu ular qiynalib qoladi, ular qiynalib qoladi. Shuning uchun men olishim biroz noto'g'riroq. Ha, skriti bo'lsa ham mana shu anaqa yozilib qolgan. Oyna ostingizga shu programma qiynalib, pul topib, qiynalib, ular qiynalmasin. o'sha o'qiganimda topa olmaganim uchun ular qiynalmasin deb endi o'zim o'shanaqa qanaqadir yo'l yurib qolmanda, no, oxirida yana men xafaman. Boshida o'qimoqchi bo'lib qiynalib pul topib olib borib berganimda xafa edim. O'sha narsani ola olmaganimga endi ular ham xuddi shunaqa qiynalib qoladi deb o'ylayapman. Bechora, bizda qutqaruvchi, yana nima bor? Bechora qutqaruvchi to'g'ri, lekin bechora yo'q. Karpman burchagi bor bizda. Doim 3 ta pozitsiyadan yuramiz. 3-chi nima edi pozitsiyamiz? Bilmaysiz-a? Agressator. Agressator? Voy xudo! Bu karpman burchagi. Bu pozitsiyada biz doim bo'lamiz bittasida. Tushunyapsizmi? Siz doim qutqaruvchi bo'la olmaysiz. Siz bechora pozitsiyaga, жертва pozitsiyaga o'tib olyapsiz. Qutqaryapsiz, жертва pozitsiya. Men жертва bo'ldim. Всё, ular жертва bo'lmasin. Ha, ular bo'lmasin deb. Voy, bu ham вообще anaqa narsa ekan-a? Kelgan agressator Odam sezmay qolar ekan-a? Uyga kelasizda, hamma agressiyani yig'ib kelib farzandlaringizga sochasiz. Yo'q. Kimgadir bor shunaqa, kimdir. Yo'q. Ili spa bilan, masalan, bilasiz yo'llarini. bilaman. Yoki o'zingiz ishingiz davomida Ashula aytaman, energiyangizni shunaqa sarflayman. Yo'lini bilganingiz yaxshi, lekin mana shu uchala pozitsiyadan bittasida bo'lamiz, sigda. Doim. Bittasida qolib ketmaymiz. Xohlasak ham, xohlamasak ham qolib ketmaymiz. Yurib, как бы mana bunaqa ekanda, bunda aylanadimi bu? Aylanadimi? Siklmi qanaqadir? Doim. Ha. Doimiy aylanamiz. Uzoq vaqt bunda qolib ketsangiz yoqmaydi-da, mana buni yoqasiz. Kimgadir jahl qilasiz, erkalingiz, bola bo'lasiz, to'polon qilasiz, aytgani qilib ber, pul topishim kerak. Agressatorlik yoqiladi. Yo'q, lekin unaqa qilmayman, men harakat qilaman. Qayerdan chiqadi, nima qilaman? O'sha summani qayerdan to'play olaman?
qutqarasiz o'zingiz o'sha payt. Ha. Aha. Pul evaziga o'zingiz qutqaryapsiz. Pulni topasiz, yana bechora pozitsiya yo'qoldi. Nimaga pul topgandan keyin bechora yo'qolyapman? O'zim Qanaqa bo'ladi bu? pul to'lab, o'zimni resursimni yopyapman. Men xohlagan narsani shu orqali harakat qildim, uddaladim, qildim. Qiynaldim, rosa qiynaldim, jerto bo'ldim, bechora bo'ldim. Endi qiynalmasinda. Yana o'sha narsaga qaytib kelyapti. Qiynalaversin, yana qutqaruvchiga o'tib qolyapsiz. Qiynalaversin. U o'tish kerak o'sha etaplardan. Endi mana hissiyotga qarang. Faxrlanish, agar ikkinchi yo'ldan borsak, o'zingiz shaxsiy chegaralaringizni normaga, balansga o'tda yopilib ketsangiz ham bo'lmaydi, o'tda ochilib ham ketmaydi. Ya'ni shaxsiy chegara degani siz o'zingiz aurangizga kimga yo'naltirasiz, kimga ruxsat berasiz, kimga ruxsat bermaysiz, kimga rozi bo'lasiz, siz bilan suhbatlashishga, siz bilan muloqot o'rnatishga, kim bilan xohlamaysiz, xohlamagan odamingizga chegarani qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Yomon qo'yganman shu yerda. Ba'zi bir odamlar hozir mana esingizga tushib ketyapti, lekin qayerdadir sizni kimdir tashqaridan keladida sizdan foydalanishi mumkin. Ana shunda siz tayyor bo'lmaganda orqa tarafdan keladida sizni xo'p degizdiradi. Chunki biladida sizdan foydalanishsa, Cheres, foydalanish mumkinligini bilishadi va sizni ha degan javobingiz ko'pligini biladi, yo'q deyishni bilmaysiz. Bosim bilan bo'ladi bu narsa. Конечно, bosim bilan. O'sha narsani qanaqa belgisi bo'ladi? Agressator bosim qo'yayotganda bilingki, o'sha inson agressator pozitsiyada sizdan foydalanyapti. Yo'q, qarang. Bosim bo'ladi. Mana orqa varotdan bosim bo'ladi. Ha, degizishga. Bu yoq qilgan bo'ladi unda o'sha payt. U menga to'g'ri kelmasligini bilishsa ham, mani chegaramligini tushunishsa ham, lekin mentalitet, o'zbekchilik bizda shunaqa, boshqachasi iloji yo'q deyshadi. Sizga uстановка qo'yadi programma. Ana undan keyin men mana bunaqa holga tushaman. Agressator. Chunki sizni biladi-da o'sha. Agressator bo'laman. Undan keyin portlaydi, ana undan keyin joyiga tushadi. O'zi tabiiy shunaqa bo'ladi. Endi faqat o'sha paytda siz agressatorlikka risk o'tib ketmasdan, yo'q, uje men riskga o'tmasam bo'lmaydi. Qarang, Nilufar opa, uje bu yoqda защитный reaksiya yoqilib ketadi. Ujechi yetib kelib bo'lganda. Bu emotsiyada, keling shu emotsiyani xohlamay, uje masalan, yo'q, voy, unaqa bo'lmaydi, yo'q, menga yoqmaydi, yo'q, menga to'g'ri kelmaydi. 3 ta javob. Sizni tushundim. 3 ta javob. 3 ta javobdan keyin ham dalji bosim bo'tdimi, uje qo'l bitta bo'ladi deb portlaydi. Sizni tushundim. Siz emotsionalsiz. Ya'ni tashqaridagi защиtangiz yo'qligi sabab sizni asabingizga o'ynab, o'zini xohishini amalga oshirishni odamlar biladi. Qanchalik sizni jahlingiz chiqsa, shunchalik tez yengilasiz. Yo'q, yengdimi oxirgi payt ularni? U yosh bola pozitsiyasida agressator. Bu yosh bola pozitsiyasi. Har qancha qilyapti. Tushunmayapti. Chunki boshqachasi siz tushunishingiz kerak. Siz ongingizni o'stirishingiz kerakki, qarang, sizga yechim. Siz mana bu hissiyotlarni his qilib ko'rishingiz kerak. Hali gapirmasdan turib og'zingizda gapni. Emotsiyaga berilmasdan turib, ichingizda, ichki o'zingiz bilan, meningiz bilan mana buni his qilib ko'rishingiz kerak. Hali tilingizga chiqarmasdan turib, dilingizda his qilib ko'rishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Aslida qanaqa bo'lyapti? Ayol kishisiz-ku. Portlab ketyapsiz. Chunki xolerikligingiz uyg'onib qolyapti. Agressiya? Xolerik. Da, agressiya bu xolerik. Xolerik, Xoleriksiz. Flegmatik и xolerik. Flegmatik и xolerik. Hammada bo'ladi, lekin sizda dominant kelganingizdan beri kuzatdim. Sizda flegmatik, ikkinchisi xolerik. Flegmatik qanaqa? Flegmatik bu oldin kuzatasiz, kim qanaqa nima qilyapti. Keyin xolerikligingiz ochilib qoladi. Ya'ni emotsionalni boshqarishim kerak, vaziyat, situatsiyani qo'lga olishim kerak va o'sha orqali odamlarni boshqaruvga o'tasiz. Lekin boshida kuzatasiz, ishonsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Tez ketadi, bu narsa o'zingiz anglolmay qolasiz. Shu joyda xuddi shunaqa holatda siz jahlingiz chiqqan paytda o'zingizni boshqaruvingizni qo'lga olasiz. Mana shunda o'zingiz olasizda, endi ko'rsataman. Bundoq qilib olasizmi? Endi ko'rsataman. O'zingizga yaqarangan qilib olasiz. O'sha metodikalarni o'tamiz siz bilan. Yopasiz og'zingizni. Mana shunda prosta kulib turasiz. Uni faqat eshitasiz, lekin u uni dasturi ekanligini his qilgan holda. Ya'ni kimdir sizga gapiryapti. Oling. Agar shunaqa olib qo'ysangiz xato bo'ladi. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Oling. Kerak emas. Shunaqa pozitsiyaga o'tasiz. Ya'ni har bitta insonning fikri siz uchun muhim emas. Siz rozi bo'lgan odamning fikri muhim, rozi bo'lmagan odamning fikri u uni fikri.
Shu odatga o'tamiz. Demak, sen xafa bo'lasanmi? Yonib ketasanmi? Menga farqi yo'q. Men xohlamayman chunki qolgan narsa seni masalang. Shunaqa Agar narsa. siz yonib ketsangiz, yonish orqali boshqa odam atrofdagilar siz energiyangizdan oziqlanadi. Ha, Mazza qiladi. Mazza qiladi. Siz bo'shliqda qolib ketasiz. Siz zaryadingiz Bo'shashib tugab qolasiz. qoladi, Bo'shashib energiyangiz tugab qolasiz. qoladi. Chunki berib yubordingiz, agressiya orqali berib yubordingiz. Tez shunaqa tanlashni o'rganamiz. Sizga bugun vazifa, ikkita masalangizni yozib keling. Ikkita masalani shunaqa taroziga qo'ying. Oqibatda aytaylik, bir oydan keyin nimani his qilyapman, bu yo'lga borsam, hissiyotlar ko'pgina. Ikkinchi zadaniya, bir oydan keyin agar Nilufar ustoz yo'lidan borib, boshqa yo'lni tanlasam, qanaqa hissiyotlar his qilaman. Faqat bunga sizga hozircha bir kun vaqt beramiz. Bu siz bir oydan keyingi holatni o'ylab olishingiz uchun. Bu zadaniya uyda. Hozir misol uchun mana bu bo'yicha siz bilan ishlayapmiz. Qaysi yo'ldan borasiz? Hech kimga aytmasdan o'sha Ikkinchi yo'l yoqyapti o'zimga. bu yo'l yoqyapti, bu yoqimli. Bu yoqimli. Demak, bu yo'ldan borishga tayyormisiz? Va'dachi? Va'da konkretno video qilib, zapis qilib va'dalar bergan bo'lsangiz, men bilmayman. Yo'q, meni hech kim videolarga olib anaqa qilmagan. Men va'da beraman deganmisiz, yo'qmi? Boshlamagan Sir bo'lsangiz, kelishuvni boshqalardan qilsangiz bo'ladi. Boshqa insonlar bilan. Boshqa insonlar bilan xohlasangiz ommaga e'lon qilib ayting. Prosta hali boshlanmagan yo'lga chiqmasdan turib boshqalardan e'lon qilsangiz bo'ladi. Shunda o'zingizni aybdor his qilmaysiz. Hozir siz men va'da berib qo'ydim, endi men aybdor bo'laman degan narsa bor. Qaranglar qizlar, hech qachon hech kimga va'da bermaymiz. Va'da bermaymiz. Zagadka bo'lib qolasiz, energiya saqlanishi shart. Sekretni bo'lishingiz kerak ozgina. Sekretni bo'lmasangiz, hamma keladi, energiyangizdan oladi. Keyin o'zingizga kelganda, qani beringlar, energiya beringlar desangiz, hech kim yo'q yoningizda. Yana borasiz, ana energiya oluvchi o'zingizda odamlaringiz, insonlaringiz, bilmayman kimlardir bor, o'shalardan pulni olasiz-da, pul bilan energiyani to'ldiryapsiz. O'zingizni isbotlayapsiz. Mana pulga shuncha pulga o'qilladim, berib tashlayman hammaga. Men qiynaldim, qolganlar qiynalmasin, berib tashlayveraman. Tekin menda olinglar, suv tekin. Keyin yana o'zingizda bo'shliq bo'lib qolyapti. To'lib turishimiz uchun biz mana bu kelayotgan odamlardan to'g'ri ularga ham berasiz. Foydalanish plus minus degan bizda belgi bor-ku, olish berish qonun qoidasini to'g'ri yo'lga qo'yib olishingiz kerak. Shaxsiy chegara bilan ishlaymiz siz bilan, olish berish qonun qoidasi bilan ishlashimiz kerak ekan. Yoqdimi bu formula? Zo'r. Nimani his qildingiz, nimani angladingiz? Yengil bo'ldim. Yo'li bor ekan-ku, Xudo xolasa degan narsa uyg'ondi ichimda. Chunki nima deydi, qiynalaman bu narsadan. Boshqa tinglovchilarimiz ham shunaqa konsultatsiyamizga kelib mazza qilar ekan kelsa, tavsiya berardim. Chunki o'zingizni qiynab turgan savollaringizni mutaxassis bu darajada aniq-tiniq fikr bilan isbotlab bera olmaydi-da. Qancha vaqt oldingiz shu masalangizga yechimdi? Qancha vaqt ketdi? 2 minut bo'ldi, 10 minutmi? 10 minut. Nari beri 10 minutmi? Masalan, oshmagan bo'lsa, necha kun o'yladingiz yoki necha oy o'yladingiz shu bu vaziyat? narsani men doim o'ylab yuraman. Ayniqsa men bu agressiyaga o'tgan paytimda aytaman-da, nimaga odamlar o'ziga o'zi tilab olarkan-a? Men ichimda bordi, biladi-ku menga yoqmasligini. Nimaga so'rab oladi? Odamlar shu jahlimmi? O'sha savolga javob oldingiz-a bugun. Butun umr o'ylab keladigan savolingizga 10 minutda bugun javob odamlar oldingiz. nimaga o'ziga o'zi tilab olarkan derdim. Shuni chakagim ochib maqalarkan derdim-da. Mana sizga javob. Rahmat kattakon Nilufar opa, Alloh rozi bo'lsin. Ilmlaringiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Juda ham zo'r. Aniq-tiniq yechimlar. Natija olganingizdan xursandman. Qolgan tinglovchilarimizga ham shunaqa kelib tezda o'zini masalalariga yechim olishini tilagan bo'lardik.